Bugun yurtimizda ichki turizmni rivojlantirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada esa hududlarda kattagina imkoniyatlar mavjud. Qashqadaryoning Serviqor tog'lari ham doimo o'z bag'riga sayyohlarni chorlaydi. Ana shunday manzillarning biridan tayyorlangan lavha bilan axborotimizni davom ettiramiz. Erta tong, katta qirlar ortidan bo'y ko'rsatayotgan quyosh, allaqachon kundalik yumushlarni boshlab yuborgan odamlar. Chiroqchi tumanidagi tog'li Govxona qishlog'ida har kuni ana shu tarzda tong otadi. Qishloq o'rtasidan oqib o'tuvchi daryo chetidagi mana bu buloqni mahalliy aholi vakillari Ashurbuloq deb atashadi. Tabiiy holda yer qa'ridan oqib chiquvchi buloq suvi tanga rohat baxsh etadi. Govxonaga kelishingiz bilan ko'zga tashlanuvchi viqorli Beshikdog' har qanday kishining hayratiga sabab bo'lsa ne ajab. Beixtiyor ushbu tog'ning yuqori qismiga chiqish istagi sizda paydo bo'ladi. Tog' yo'li nishablik bo'lgani uchun biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin yon atrofdagi ajoyib manzarani hamda turfa shakldagi toshlarni tomosha qilib, yo'l mashaqqatlarini unutasiz. Balandlikka ko'tarilgan sari yon atrofda joylashgan boshqa qishloqlar u Qalqama suv ombori ham bor bo'ybastini namoyon eta boshlaydi. Yo'l davomida qishloq odamlaridan biri bilan suhbatlashar ekanmiz. Beshikdog'ga yilning mart, aprel oylarida keluvchi mahalliy sayyohlar soni juda ham ko'p bo'ladi deydi u. Tog'ning shundoqqina ostki qismiga yetganingizda buloqni uchratasiz. Anchagina yo'l bosib kelgan sayyohlar bu yerda chanqog'ini qondirishi va nafas rostlab olishlari mumkin. Ayniqsa ikki tosh orasidan o'sgan do'lana daraxti bizni hayratlantirdi. Tog'ning orqa tomonida ham bir-biridan ajoyib toshlar borligiga guvoh bo'ldik. Ular turli shaklga ega. Albatta, tog' havosi, turfa manzaralar har qanday kishi qalbiga zavq bag'ishlaydi. Tog'ning eng yuqori qismiga yetganingizda esa yo'l mashaqqatlarini butunlay unutasiz. Tevarak atrofdagi mana bunday manzara, Beshiktosh, Nontosh va ikkita teshik toshlar sizning Beshikdog'ga qiziqishingizni yanada ortishiga sabab bo'ladi. Bilasizmi, qadrli teletomoshabinlar, ana shunday katta, ulkan hajmdagi toshni bir kishining o'zi bemalol harakatga keltirishi mumkin. Shuning uchun ham u Beshiktosh deb nomlangan va biz hozir eng yuqori qismida turgan tog', ya'ni Beshikdog' ana shu toshning nomiga qo'yilgan va bizga ma'lum qilishlaricha ushbu tog'da bahor faslida juda ham ko'plab mahalliy sayyohlar kelib sayohat qilishar ekan. Haqiqatan ham tog' sir sinoatlarga boy. Mana bu Nontosh deb ataladi va non izlarini har safar sanaganda ularning soni o'zgaraveradi. Bu esa katta teshik tosh. Sayohatchilar undan sirpanib o'tadi. Keyin esa navbat kichik teshik toshdan o'tishga. Bir qarashda bu yerdan o'tishning imkoni yo'qdek, ammo bunga jazm etishingiz bilan mana bunday kichik tosh yo'li go'yoki siz uchun kengaygandek tuyuladi. Ana shunday ajoyibotlarga boy Serviqor Beshikdog' doimo o'z bag'riga sayyohlarni chorlayveradi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz